Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Super Dramat kanali. Bugungi videoligimizda ajoyib bitta saytni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, albatta mening Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda yangi chiqqan o'yinlar, to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlardan pul chiqarsam va qaysi sayt to'lovda shularni ko'rib bo'lishim mumkin bo'ladi. Agar shulardan pul chiqarsam, men Telegram kanalimga screenshotlarni tashlab boraman va qaysi sayt to'lovda ekanligini bilib olishim mumkin bo'ladi. Va endi biz har bitta video rolikimizda o'tkazib kelayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu videoga bitta like bosgan bo'lishlari kerak va kommentariy yozgan bo'lishlari kerak va kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak. Keyin sizlar konkurs ishtirokchisiga aylanasizlar va bemalol konkursga yetib olishinglar mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan biz oxirgi videomizni havolasini nusxalab men random saytga o'tib olaman. Va do'stlar, men random saytga ham o'tib oldik va bu yerga o'zimizning o'sha videoni, oxirgi videoni silkasini joylab, bu yerdan continue tugmasini bosamiz va ko'rishlar mumkin. 19 ta kommentariy kelgan ekan. Endi bu yerdan pika winner tugmasini bosamiz va ko'rishlar mumkin. Zarnigon Mamaraimova degan obunachimiz yutib oldi. Agarda shu obunachimiz shu video rolikni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqing va pulingizni 100% olishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir saytga o'tib olaman. Va do'stlar, saytga o'tib oldim. Bu saytda sizlarga ishlang deyotganim yo'q. Video boshida aytaman. Men bu saytning nimalarini tushuntirmoqchiman, ya'ni pul ishlasa bo'ladimi, yo'qmi, shuni tushuntirib o'taman. Ko'pchilik menga shu saytlarni tashlayapti, ya'ni cash pointi bor saytlarni menga tashlayapti. Bu saytlar do'stlar 100% puldan to'lab beradi. Bermaydi emas, lekin sizlar endi hozir ro'yxatga o'tishni tushuntirib o'tay, keyin sizlarga pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Sizning emailingizni yozasiz va yana davom etishni bosib, shunday ro'yxatga o'tib olaverasiz. Hozir men o'zim hisobimga kirib olaman. Va do'stlar, saytga ham o'zimning profilimga kirib oldim. Bu saytimizda pul ishlasa bo'ladimi degan ko'p menga savollar bo'lyapti va bu saytga depozit kiritib ko'rsatib bering va pul ishlashni ko'rsatib bering deb ko'p odam menga Telegram orqali aloqaga chiqyapti va men shu saytlarga depozit kiritishni o'rgating va menga pul ishlashni o'rgating deyapti. Bu saytlardan pul ishlab bo'lmaydi. Sizlar pul ishlashinglar uchun mana bu yerda mana kumush almashinuv degan joyni ochishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni cash point 5000 rubl kiritishinglar kerak bo'ladi sizlar shu saytga va 5000 rubl kiritganinglardan keyin sizlar mana bu o'zining kumush almashinuv degan, ya'ni cash point yo'q qilib ishlaydigani beriladi. Bu degani sizlar kuniga, agar birinchi marta adashmasam 0.02 kuniga kopeykadan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 5000 rubl kiritib. Agar sizlar ko'taraman desanglar, sizlar bir yilda bu kuniga 1 rubl yoki 2 rubl ishlaydigan qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib pul ishlash mumkin bo'ladi, lekin saytimizda foydaga chiqishingiz ham mumkin yoki chiqa olmasliklari ham mumkin. Ko'p odam kiritadi 5000 rublni va adashmasam hisoblab chiqsam 4 yildan ko'proq vaqtda sizlar kiritgan pullarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Va agar sayt ruxsat bersa, unda ham, agar ruxsat bera olmasa, sizlar umuman pullarni yarmini chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerdan chiqish uchun tugmasini bossak, ko'rishingiz mumkin, menda hozirda 4.87 cash point bor. Bu degani 4 rubl 87 kopeyka. Pul chiqarishda minimalni 5000 kumush, bu degani adashmasam 50 rubl va 5% komissiyasi bor, ya'ni 0.95% komissiyasi bor. Umuman bu saytda pul ishlab, pul kiritib o'tirmanglar. Bir ikkita blogerlarni ko'ryapman o'zim ham. Pul kiritib ishlab ko'rishni maslahat beraman. Unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deb. Ular nima qilganda ham ular foydaga chiqadi. O'zlari lekin mana bu yerda ko'rsatib o'tayotgan o'sha blogerlar kumush almashinuv degan o'zlari ochmagan, lekin mana shu yerga. Nega biladi? Ular 5000 rubl kiritgan bilan pullariga ko'yishini. Nima qiladi ular? Mana bu yerda mana sizning tavsiflaringiz bo'limiga o'tishadi va bu yerda referans silkasini olishadi. Agar masalan do'stlaringiz, tanishlaringiz unga taklif qilinsa, siz taklif qilgan odam tomonidan har bir balansini to'ldirganda 20% foizini olasiz deyapti. Ya'ni 5000 rubl kiritsanglar, sizlar 5000 rubl kiritsanglar, sizlar masalan men hozir sizlarga kiringlar, zo'r sayt bu, ishlanglar deb 5000 rublni kirgizaman va sizlar masalan bitta kiritasizlar 5000 rubl va menga 1000 rubl
dohod keladi, ya'ni balansimga 1000 rubl pul chiqarish uchun mana bu yerda mana chiqish uchun degan joyda cash point deganini o'sha 1000 bo'lib turadi. Va men o'sha 1000 rublni ishladim, nima qildim deyishadi, lekin ular o'zlari lekin mana bu yerdagi mana almashtirgich bo'limini ochmaydilar. Do'stlar, gapni qisqa qilganda, saytga umuman depozit kiritmanglar. Balansni to'ldiring joyida unaqa nimalari bor, bomba nimalari bor, ya'ni aksiyalari bor. 350% ga to'ldirib berishadi. Balansingizni masalan 100 rubl kirsangiz 350 rubl qilib ko'rsatib beradi, kiritib saytga beradi deyishadi. Unaqa qilib vaqtingizni sarflab bu saytlarga o'zi shu cash point bor degan narsalarni o'zi umuman ishlattirmanglar. Saytga umuman depozit kiritishlarni maslahat bermayman. Pullarni yarmini chiqarib olsalar, yarmini chiqarib olishlari ham noma'lum, umuman noma'lum. Bu yog'i shu masalan 5000 rubl kiritsanglar, 2000 rubl oshib borsa 2500 rubl kiritishlar kerak bo'ladi. Agar sizlar foydaga chiqaman desalar, aytib o'tgandek shu referral taklif qilasizlar. Ya'ni referalingiz depozit kiritadi va referallaringiz ishlagan pulidan shu masalan 1000 rubl kiritsa, sizga 200 rubl dohod keladi. O'sha referalingiz kiritgan pulidan sizlarga dohod keladi deyapman. O'sha referalingiz pulga kuyish oqibatida siz foydaga chiqasiz. Ya'ni o'sha kurs, ya'ni shu saytlarni maqtaydigan blogerlar ham o'shanaqa, ya'ni sizlar pul kiritib kuyishlar oqibatida o'sha blogerlar foydaga chiqadi va keyin 100 ming rubl ham yetishaveradi. Masalan, videolarda odamlar ko'rib ishonib kirishadi. Keyin yana bu saytlar birtamiz, ya'ni bu Chickens Farm, keyin yana Super Birds degani bor, yana keyin yangi bundan ham yangilari chiqyapti, ya'ni bank o'yini deyman nimalar. Keyin u yana kalmar o'yinining kalmar o'yinidagi odamlarning rasmini qo'yib ham yana bitta sayt chiqardi. Yana undan keyin ham yana bitta saytlar bor. Shuning uchun mana shunaqa cash point bor saytlar bo'lsa umuman depozit kiritib o'tirmanglar, bo'ldi. U pullarga kuyasizlar, pullarga foydaga chiqaman deganlardan 4 yilda chiqasizlar foydaga. 3 yil yoki 4 yilda chiqasizlar. Shuning uchun depozit kiritib o'tirmanglar. Shuni aytyapman. Menga negaki bu videoni chiqarishimdan maqsad, menga ko'p odam yozyapti, shu sayt haqida ma'lumot bering va pul kiritib ko'rsatib bering deb. Depozit kiritib hozir men ham ko'rsatib beraveraman. Depozit kiritish uchun mana bu yerda xarid qilishni bosasizlar. Mana bu yerda masalan 1 rubl yoki 1000 rubl deysizlar, masalan 1 rubl hozir ko'rsatib beraman kiritib, masalan bu yerga 1 rubl yozib, bu yerdan pay'ni bosasizlar. Endi hozir depozit kiritib ko'rsatib bering deyishyapti-da, o'shanga men lekin depozit kiritishni istamayman bu saytga. Nega shu o'sha 1 rublim ham zoya-da bu saytga hozir. 1 rubl kiritsam ham hozir umuman shu chiqarib ola olmayman baribir. Shuncha depozit kiritmanglar. Gapni qisqa qilib aytganda, mana bu cash point bor saytlarga u hype breaklar bo'ladi, masalan rublda pul ishlaydigan saytlar bo'ladi. Ularda foyda chiqish ehtimoli bor. Bu saytda masalan yarmingizni chiqarib olasizlar pulni. Shuning uchun o'zim video qilib ko'rsatgan saytlarga depozit kiritib ishlab ko'ringlar. Unda ham risk bor. Agar sizlar internetga depozit kiritib pul ishlamoqchi bo'lsangiz, risk qilishni unutmanglar. Risksiz sizlar foyda qila olmaysizlar. Bugungi videorolikimiz shularga iborat edi. Agar shu videoni chiqarishimdan maqsadim, aytib o'tgandek, ko'p odam menga yozgani uchun chiqardim. Bugungi videorolikimiz shularga iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.